Toshkent shahrida Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya universiteti filiali hamda O'zbekfilm kinokonserni bilan hamkorlikda O'zbekistonda kinematografiya mutaxassislarini tayyorlashda ta'limni modernizatsiyalash operatorning 14 oltin qoidasi mavzusida eksklyuziv mahorat darsi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kino sanoati va san'atidagi yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmonida milliy kino san'atini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni tizimli davom ettirish belgilab berilgan. Bu ishlar maqsadi ochib beriladi. Davlat rahbari darajasidagi topshiriqni bajarish doirasida ustoz-shogird an'anasini rivojlantirish, ilmiy va ijodiy yosh kadrlarni yetishtirib chiqarish yaxshigina qo'l keladi. Shunisi ham borki, kino taraqqiyoti uchun qudratli yosh kadrlarni tayyorlashda operatorning tafakkur darajasi texnik vositalar takomilidan ustun turishi ham bor gap. Yuksak rivojlangan texnologiyalar hamisha ham ijodiy muvaffaqiyat garovi hisoblanavermaydi. Zamonaviy o'zbek badiiy kinosidagi ijodiy muammolar yosh ayrim rejissyorlarning tasviriy yechim qonuniyatini bilmasligi, operatorlar bilan ishlash salohiyatiga ega emasligi bilan ham bog'liqdir. Hozirgi kunda havaskor operatorlarning faoliyat olib borishi filmlar badiiy estetikasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligi kuzatiladi. Kino operatorlik sohasini o'rganishda yaqin va uzoq xorij mamlakatlaridagi o'qitish uslubi, yaratilayotgan darslik va o'quv qo'llanmalar darajasi bilan tanishish, hamkorlik loyihalarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan qo'shni respublikalarda hamda xalqaro kinematografiya maktablarida kino teleoperatorlik sohasini o'qitishga qaratilgan nazariy ahamiyatga molik qo'llanmalarni ayirboshlash hamda metodologik ahamiyatga molik yangi nashrlarni ta'lim tizimiga olib kirishni amalga oshirish sohadagi nazariy asoslarni yanada mustahkamlashga va ustoz-shogird an'anasining yana ham rivojlanishiga xizmat qiladi. Hozirgi kunda ko'plab sohalarning o'z nashri bo'lgan holda kino operatorlik san'atining maxsus nashri mavjud emas. Endilikda ushbu sohaning yutuq va kamchiliklarini yoritadigan mutaxassislar hamda yosh tadqiqotchilar chiqishlarini amalga oshirishga qaratilgan maxsus nashrning tashkil etilishi mazkur sohani o'rganish, qolaversa kino san'atidagi zamonaviy muammolarni hal etilishiga yordam berishi mumkin. Bu kun Abdulhamid Hasanov, Ixtiyor Orziqulov, Toshkent.